Bugungi videoda birlamchi gemostaz, ya'ni qon tomir trombotsitlar gemostazi haqida gaplashamiz. Bu jarayonda trombotsitlar tiqin hosil bo'ladi. Gemostaz jarayonining o'zi ikki bosqichda ketadi va aynan shu birinchi bosqich bu birlamchi gemostaz deb nomlanadi. Organizmdagi qon tomirlar shikastlanish natijasida qon ketadi va shu qonni to'xtatishga qaratilgan reaksiyalar birlashmasini biz gemostaz deb ataymiz. Tasavvur qilaylik, agar gemostaz jarayoni bo'lmaganda oddiygina burun qoraganda juda ko'p qon yo'qotib, organizm o'limga ham olib kelishi mumkin. Endi birlamchi gemostazda trombotsitlar tiqin hosil bo'ladi dedik. Ikkilamchi gemostazda esa mana shu trombotsitlar tiqinni mustahkamlash uchun bizda ikkilamchi gemostaz yoki koagulyatsion gemostaz deymiz, fibrin hosil bo'ladi. Birlamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan trombotsitlar tiqinni biz g'isht deb tasavvur qilsak, ikkilamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan fibrinni biz sement deb tasavvur qilamiz va aynan shu sement mustahkamlik beradi birlashtirganimizda. Demak, birlamchi gemostazni bosqichlari haqida gaplashib o'tsak, birinchi bosqich endoteliy zararlanishi, ikkinchi bosqich subendoteliy ochilib qolishi, uchinchisi adgeziya, to'rtinchi aktivatsiya va beshinchi bosqich agregatsiya bosqichlaridan iborat. Endi tasavvur qilaylik, oshxonada nimadir ovqat qilyapsiz va qo'lingizni kesib oldingiz. Buning natijasida silliq muskulni nechadir qavatlari shikastlanishi mumkin. Endi shu muskulni qavatlarini ko'rib chiqamiz. Demak, eng ichki qavat bu endoteliy qavat hisoblanadi. Uning ostida silliq muskullar joylashgan. Silliq muskullar konstriksiyasi va relaksatsiyasi hisobidan qon tomirini diametrini o'zgartirib turadi. Uning ostida protein qavat joylashgan bo'lib, u elastik tolalardan iborat. Bular ham demak qisqaruvchanlik va bo'shash funksiyasini bajaradi. Va eng oxirgi qavat bu biriktiruvchi to'qima qavat hisoblanadi. Bu qavatning funksiyasi himoya va tashqi to'qimalarga biriktirish funksiyasini bajaradi. Endi birlamchi gemostazni endoteliy disfunksiyasi haqida gaplashsak. Demak, endoteliy zararlanish natijasida endotelial hujayralar va silliq muskullarda innervatsiya qilingan nervlar hisobidan ular impulsni qabul qiladi va natijada reflektor konstriksiya kelib chiqadi. Bu qon tomirlar spazmiga olib keladi. Bu jarayonni biz vazospazm deymiz. Natijada qon tomir diametri kamayadi, qon oqishi ham kamayadi. Endoteliy normada shikastlanmagan, ya'ni intakt endoteliy NO va prostaglandin sintezlaydi. Ular vazodilatator hisoblanadi. Endi shikastlangan endoteliy tomonidan endotelin degan modda sintezlanadi. Bu modda juda kuchli vazokonstriktor hisoblanadi va qon tomirlarga ta'sir qilish natijasida ularni vazospazmga olib keladi. Ikkinchi bosqich aytib o'tdik. Bu subendotelial qavatni ochilib qolishi, buning natijasida endoteliy ostida joylashgan kollagen ochilib qoladi. Va shikastlangan endoteliy tomonidan faktor von Willebrand mahsuloti ishlab chiqariladi. Aynan shu faktor von Willebrand kelib kollagenga birikadi. Uchinchi bosqich adgeziya bosqichi. Sirkulyatsiyadagi trombotsitlar shikastlangan endoteliy sohasida kelib, faktor von Willebrand vositachiligi asosida kollagenga kirib birikadi. Trombotsitlar yuzasida glikoprotein 1B oqsili, ya'ni retseptor ekspressiya bo'ladi. Aynan shu glikoprotein 1B orqali u faktor von Willebrandda birikadi. To'rtinchi bosqich aktivatsiya bosqichi. Aynan shu glikoprotein 1B faktor von Willebrandda birikkandan keyin trombotsitlar aktivatsiyasi kuzatiladi. Natijada ularda bir qancha o'zgarishlar ro'y beradi. Birinchidan, ularning shakli o'zgarib, o'zlaridan pseudopodiyalarni hosil qiladi. Natijada ular qolgan trombotsitlarni bir-biriga yopishtirishi osonroq bo'ladi. Shu bilan bir qatorda aktivlangan trombotsitlar tomonidan ko'p miqdorda faktor von Willebrandda serotonin va kalsiy hosil bo'ladi. Kalsiy ikkilamchi gemostaz jarayonida ishtirok etsa, serotonin esa boshqa trombotsitlarni hosil qiladi. Bundan tashqari, aktivlangan trombotsitlar tomonidan adenozin difosfat AD va tromboksan A2 hosil bo'ladi. Bular qonga o'tgandan keyin ular boshqa trombotsitlarni aktivlashda ishtirok etadi va bular ham ko'p miqdordagi faktor von Willebrandda birikib qolgan trombotsitlarni aktivlanishiga olib keladi. Bu jarayon umumiy qilib qaytar pozitiv aloqa deyishimiz mumkin. Lekin bu jarayon lokal hisoblanadi, ya'ni faqatgina shu shikastlangan sohadagi qonni to'xtatadi hamda ortiqcha miqdordagi trombotsitlar sarfini oldini oladi. Shikastlanmagan endoteliy tomonidan prostaglandin va NO sintezlanadi va bu moddalar trombotsitlarni
agregatsiyasini oldini oladi va ularni aktivlanishini oldini oladi. Shu sababli ularni trombotsitlar inhibitor deyishimiz mumkin. Endi trombotsitlar aktivatorlari bular ADF va tromboxan ikki hisoblanadi. ADF va tromboxan A2 trombotsit yuzasiga birikish natijasida uning yuzasidan yangi oqsil ekspressiyalanadi. Bu glikoprotein 2B 3A hisoblanadi. Buning natijasida hosil bo'lgan trombotsit to'liq aktivlangan hisoblanadi va aynan shu glikoprotein 2B 3A ishtirokida 5-bosqich agregatsiya bosqichi ketadi. Agregatsiya bosqichida trombotsitlar tomonidan hosil bo'lgan ADF va tromboxan ularni kollagenga birikishini ta'minlaydi va shu bilan bir qatorda trombotsitlar yuzasidagi glikoprotein 2B va 3A ni hosil qiladi. Bular fibrinogen ko'priklar orqali ikkita trombotsit bir-biriga birikadi va har bir trombotsit yuzasida mana shunday retseptorlar glikoprotein 2B va 3A hosil bo'ladi. Bular xuddi shu qon tomirda aylanib yurgan sirkulyatsiyalangan fibrinogen oqsillar yordamida fibrinogen ko'priklar hosil qilib ikkita trombotsit bir-biriga birikadi va buning natijasida trombotsitlar tiqin hosil bo'ladi. Shikastlangan qon tomir trombotsitlar tiqin orqali qon ketishini oldini oladi. Endi ikkilamchi gemostazga kelsak, ikkilamchi gemostaz natijasida fibrinogendan fibrin iplar hosil bo'ladi. Aynan shu fibrin iplari birlamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan trombotsitlar tiqinni mustahkamlash vazifasini bajaradi. Endi hammasini umumlashtirsak, birlamchi gemostaz jarayonining birinchi bosqichi hisoblanadi va bunda trombotsitlar tiqin hosil bo'ladi. Ikkilamchi gemostazda esa shu trombotsitlar tiqinni mustahkamlash sifatida bizda fibrin hosil bo'ladi. Birlamchi gemostaz bosqichlari endoteliy zararlanishi, subendoteliy qavatni ochilishi, adgeziya, aktivatsiya va agregatsiya bosqichlaridan iborat. Siz bilan Buxoro davlat tibbiyot instituti 5-kurs talabasi Rahmatov Erkinjon bo'ldi. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Kamchiliklar uchun uzr. Keyingi video darslarda uchrashguncha xayr. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.